Sen namoz o'qib boshlaysiz. Ha? Давай. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, yomg'ir yog'ganda niyat qilib qo'limiz bilan ishora qilsak, birdan chaqmoq chaqsa niyatimiz amalga oshadimi? Yomg'ir yog'ganda duo mustajob vaqtlaridan. Shuning uchun unda duo qilish haqiqatdan sunnatda bor. Lekin qo'lingizni ishora qilganingizda chaqmoq chaqsa, bu degani niyatingiz amalga oshdi degan gap yo'q. Bu tabiiy hodisalar, kimnidir duosi yoki kimnidir mana Rasululloh hadisda aytganlaridek o'lgani, tug'ilganiga qarab o'tirmaydi. Bu tabiiy hodisalar Alloh o'zi istaganidek bo'laveradi. Bu narsaga eshik ochmaslik kerak. Aks holda hamma birdan o'zidan avliyo yasab ko'rdingmi, mana hozir bitta ishora qiluvdim, chaqmoq gumburlab ketdi. Yoki bitta men xafa bo'ldim, osmon yig'lab yordi, yomg'ir yog'ib yordi, osmonlar ham yig'lab yoryapti mana menga qo'shib deb birdaniga o'sha hissiyotga berilib, o'zidan koinotning markazini, haligi galaktikani markazini yasab oladida odamlar. Butun koinot go'yoki uning atrofida aylanayotgandek, unga girda kapalak bo'lib xizmat qilayotgandek, o'zini bir juda ham ojiz maxluqligini tushunmaydi. Ana shuning uchun bunaqa narsalarga, hissiyotlarga berilmaslik kerak. Unaqa gap yo'q. Chaqmoqchasi niyatingiz amalga oshdi degan narsa. Niyatingiz amalga oshganini avvalambor o'sha narsa so'raganingiz berilsa, ana shunda bilasiz yoki qiyomatda bilasiz. O'shaning o'rniga sizga boshqa narsa berilgan bo'ladi yoki sizga o'shaning o'rniga bir yomonliklar daf qilingan bo'ladi, oxiratda beriladi. Ammo bunaqa voqealar bilan emas, Allohu alam.